Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, Kreativ futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga O'zbekiston futbolida ro'y berayotgan eng muhim yangiliklarni taqdim etishga harakat qilamiz. Birinchi yangiligimiz Niderlandiyaga qarshi bo'lgan uchrashuvdan so'ng milliy terma jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Cannavaro qanday fikr bildirgani haqida bo'ladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro uchrashuvdan keyin o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Bugungi o'yin haqida: menimcha biz ko'plab ijobiy jihatlarni ko'rsata oldik. Hisob 1-0 bo'lgandan keyin ham maydondagi tartib va liniyani yo'qotmadik. Jamoa bo'lib harakat qilishda davom etdik va oxirigacha kurashdik. Bunday darajadagi milliy jamoalarga qarshi o'ynash oson emas. Biroq jamoam o'yinida ko'plab ijobiy jihatlarni ko'rdim. Bizga aynan shunday o'yinlar kerak. Chunki bunday raqiblarga qarshi maydonda tushganingizda doimo nimanidir o'rganasiz va tajriba orttirasiz. Umuman olganda uchrashuvdan mamnunman, deydi murabbiy. Himoyadagi o'yin haqida murabbiy shunday fikr bildirgan: futbolni xatolarsiz o'ynab bo'lmaydi. Bu mutlaqo normal holat. Bizning vazifamiz futbolchilarga shunday xatolar sonini imkon qadar kamaytirishda yordam berishdir. Lekin rostini aytsam, men himoyadagi xatolardan ko'ra ijobiy jihatlarni ko'proq ko'rdim, degan u. Futbolchilarning holati haqida so'ralganda u shunday dedi: tayyorgarlikni bir oydan ham ko'proq vaqt oldin boshlaganmiz. Legionerlar futbolchilarimiz esa keyinroq jamoaga qo'shildi. Shunga qaramay jismoniy tayyorgarlik borasida yaxshi ish olib borganimizga ishonaman. Albatta ayrim futbolchilar bilan bog'liq hali hal etishimiz kerak bo'lgan masalalar ham bor va biz ular ustida ishlashda davom etamiz, dedi Fabio Cannavaro. Niderlandiya bosh murabbiyi esa O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan bo'lgan uchrashuvdan so'ng qanday fikr bildirgani hammaga qiziq bo'lsa kerak. Biz uni ham sizlarga o'qib eshittirishga qaror qildik. Ronald Koeman, Niderlandiya bosh murabbiyi shunday fikrlarni bildirib o'tdi. O'zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi bo'lgan uchrashuvdan so'ng: menimcha hujumchilar doimo gol urishni xohlaydi. Umid qilamizki, imkoniyatlar yaratishda davom etamiz. Bitta imkoniyat yaratish yaxshi, lekin ikkita gol urish tabiiyki yanada muhim. Aks holda ko'p o'yinlarda g'alaba qozona olmaysiz. Hozir men unchalik ham hafsalam pir bo'lgan holatda emasman. Men bundan ko'ra Jazoirga qarshi o'yindan keyingi ko'proq xafa bo'lgan edim. Chunki o'sha uchrashuvning birinchi bo'limida juda ko'p yaxshi vaziyatlar yaratdik. Bu safar esa qizil kartochkagacha deyarli bir necha narsa qo'ldan chiqarganimiz yo'q edi. Ammo qizil kartochka epizodi mutlaqo tushunarsiz holat bo'ldi. Axir aytingchi, atayin qo'l bilan o'ynash bo'lmagan vaziyatda qanday qilib futbolchiga qizil kartochka berish mumkin? Agar jahon chempionatida ham shunday hakamlar darajasi shunday bo'lsa, hali ko'p kuladigan voqealarni ko'ramiz. Ma'lumot uchun ushbu uchrashuvda O'zbekiston milliy terma jamoasi 2-1 hisobida Niderlandiya terma jamoasiga mag'lub bo'ldi. Keyingi, ya'ni 35 minutdan tashkil etilgan qo'shimcha bo'limlardagi o'yinda esa O'zbekiston terma jamoasi 2-1 hisobida Niderlandiyani mag'lub etgan va bu uchrashuvda ko'proq zaxira futbolchilarimiz maydonga tushgan.